o'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Tabrik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehrinisoxon onajonimizga bog'landikmi adashmasam? Assalomu alaykum onajonim, o'zlaringizmi? Qayoqdalar? Agar ijozat bersangiz, ozgina suhbatimiz bor edi. Biz ayta olmagan tilaklarim loyihasidan murojaat qilyapmiz onajonim uchun. Hozir chaqirganman, 1 minut. Xo'p, rahmat. Alo. Assalomu alaykum onajonim, o'zlaringizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezda qilib qo'ymadikmi onajon sizni? Sizni bahor faslining eng chiroyli kunlari Allohimga banda rasulimizga ummat bo'lgan hamda o'zingizga o'xshagan eng chiroyli bayrami bilan tabriklayman onajonim. Sizga g'oyibona quvonch ulashmoqdaman. G'oyibona suhbatdoshingiz ayta olmagan tilaklarim loyihasining boshlovchisi Dunyoxon Hamidova bo'laman. Onajonim, bugun ko'ngil atalmish xonadoningizga yanada quvonch olib kirish maqsadida sizni hurmat qiluvchi, juda ham yaxshi ko'ruvchi aziz insonlaringiz tomonidan bizning loyihamizga samimiy tilaklari kelib tushgan. Bugungi quvonchli kuningizdan eng qimmatlisidan ozginasini olsam maylimi onajon? Rahmat, tashakkur onajonim. Ushbu damda bu dilnomalarni o'qib berishimdan oldin birgina savolim bor. Onajonim, taxmin qilib ko'ra olasizmi? Bugungi quvonchli kuningizda kim sizga mana shunday quvonchli hadyalar qilmoqda? Ilohim, har doim mana shunday mehr muhabbatingiz cheksiz bo'lsin. Albatta, bu sizni hurmat qiluvchi aziz jigaringiz tomonidan kelgandilar, ukajoningiz tomonidan. Kutganmidingiz? Ilohim, ukajoningizni ismlarini ayta olasizmi, onajonim? Qaysi birlari deb o'ylaysiz? Ilohim, onajonim, har doim chiroyli tabassum sizni tark etmasin. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, siz uchun bug'doyzorni oralab o'tishiga ruxsat bergan ukajoningiz Ro'ziqul aka hamda bu dilnomalarga sherik bo'lgan opajonim deya sizni hurmat qilguvchi keliningiz Xayrinisoxon opalar tomonidan kelgandilar. Agarda ruxsat bersangiz, ular tomonidan kelgan dilnomalarni o'qib eshittiraman onajon. Rahmat, tinglab turing. Assalomu alaykum mening mehribonim, tanamning yarim bo'lagi suyanchig'im, sirdoshim, opajonim. Sizni bugungi hayotbaxsh kunlaringizning eng chiroylisi, eng quvonchlisi bo'lgan shukronali kuningiz bilan chin yuragimdan tabriklayman. Opajonim, ilohim uzun umringiz ziyoda bo'lsin. Hayot yo'llaringiz ravon bo'lib, hech qachon qoqilmang. Atrofingizda doimgidek yaxshi insonlar doimo birga bo'lsin. Ilohim rizqingizga, ishingizga, baxtingizga, umringizga Allohim barakatlarni yog'diraversin. Opajon, o'zingiz orzu qilgan baxt sizni quchib yursin. Qalbingizni tub-tubida bo'lgan niyatlaringizni Allohim farishtalari yetkazib shu bugunoq Allohimning oylari muqaddas chiroyli fasllarida barchasiga erishtirsin. Farzandlaringiz baxtiga, yaqinlarimiz baxtiga har doim sog' salomat bo'ling. Balkim avvallari sizga ko'p mehrim oshkor etmagandirman, lekin sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz meni yoshlik chog'laringiz, o'ynab kulgich paytlaringizda erinmay beminnat qo'llarimdan yetaklab yurishni, narsalarni tanitgan beg'uborimsiz. Hayot yo'llarimda past-u balandlarimga sabr bilan erishishimga maslahatgo'y ustozimsiz. Boringizga ming rahmat.
hech qachon boshqa insonlarni opam bo'lsaydi deb orzu qilmadim. Sizdek sirdoshimni Allohim menga opa qilib berganiga hamd sanolar bo'lsin. Har tong ukajonim deya oshkora pinhona omadimni so'rab Allohimdan duo qilguvchi aziz insonimsiz. Hayot yo'llaringizda barcha mehnatlaringizni Allohim yaxshi xayrli kunlar ila yana bir bora ko'proq muhoj onalik maqomi bilan siylasin. Doim bir-birimizni mehr quchog'imizda Alloh ajratmasin. Shukronali kuningiz bundan-da ko'p bo'lsin opajonim deya ukajoningiz hamda bu dilnomalarga sherik bo'lgan barcha yaqinlaringiz shu yerlarda samimiy tilaklarini yakunlabdilar. Onajonim ushbu damda suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Agarda yaqinlaringiz, ukajoningiz, barcha do'stlaringiz uchun samimiy so'zlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qoling. Rahmat, hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Anjanlari, o'zlari uzoq, ular bitsin. Hammaga nasib qilganlar bilan qo'shaqam, anjan. Allohim shu ro'za Ramazon oylarimiz hammamiz xonadonimizga, xonadonimizga, yurt yumronni xonadonlariga yaxshi ishlarda kirgan bo'lsin, sog'lik, salomatliklar bo'lsin. Alloh shu o'shaganlarimizni Allohim farzandlarni rohatini ko'rib, Allohim hojilarga borsin, umralarga borsin, qayta farzandlar rohatni ko'rib ishini Allohim anjan sog' hech bir yomonlik ko'rmasin. Tasavvur ko'rganlari to'y bo'lsinlar, anjonlari sog' bo'lsinlar, boshlari so'ydan chiqmasin. Allohim shu meni baxtimga jigarlarim, farzandlarim, hammasi kelinlarim sog' salomat bo'lsin. Ming rahmat mana shu kelin ukamlarga, jigarlarimga hammasi sog'-omon bo'lsinlar. Amin onajonim, amin. Ilohim har doim rahmat onajonim, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Onajon, siz uchun chiroyli she'rlar bor. Bugun bahorimning ko'rki o'zgacha, qora soch suluvlar nozi o'zgacha, onajonlar duosi rozi o'zgacha. Opajonim, tavallud kuningiz muborak. Olamga go'zallik taratgan ayol, qalblarga iliqlik kiritgan ayol, qoshlarida o'smalar yarashgan ayol. Opajonim, tavallud kuningiz muborak. Poyingiz ostida Firdavs jannati, ko'zingizda doim nuri Muhammad yaratgan Allohim asrasin har vaqt. Opajonim, tavallud kuningiz muborak. Sizlarsiz davramiz fayzi ham yo'qdir. Haq so'zdir dunyo ham poyingizdan pastdir. Qancha maqtasak ham olqishlar kamdir. Opajonim, tavallud kuningiz muborak deya sizga shunday chiroyli samimiy tilaklar, she'rlar yo'llabdilar. Onajonim, quvonchingizga quvonch qo'shgan bo'lsak, ushbu damda biz ham jamoamiz nomidan minnatdormiz. Har doim mana shunday mehr muhabbat sizni hech qachon tark etmasin. Yaqinlaringiz, farzandlaringiz baxtiga har doim sog' salomat bo'ling. Umringiz ziyoda, rizqingiz butun bo'lsin. Siz bilan aytolmagan tilaklarim loyihasining boshlovchisi Dunyoxon Hamidova bo'ldi. Onajon, sog' salomat bo'ling. Ro'za-yu Ramazon oylari xayrli kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat onajonim. Anjonlaringiz sog' bo'lsin. Endi xizmatida charchamanglar, Alloh. Aytganingiz kelsin. Sog' salomat bo'ling. Sog'. Opajonim, siz yaqinim, mehribonim opam. Ism tanib birga o'sgan qadrdonim opam. Yo'q talashib, yo'q yarashib, beg'uborcha. Endi bilsam eng ishongan duogo'yim opam. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Opajonim, jonajonim,
toshib to'lib ketar sizni ko'rib. Mama havo simolarin hissim tuyib, qalbim toshib to'lib ketar sizni ko'rib. Mama havo simolarin hissim tuyib, opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Siz farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Opajonim, jonajonim,